Super kush yordamga shoshiladi. Sendagi aynan nima super? Ucha olishimni ko'rmayapsanmi? Ha, lekin biz qushlarmiz, hammamiz ucha olamiz. Ha, lekin men qanot qoqmasdan ucha olaman. Lekin senda boshqa super qobiliyatlar ham bo'lishi kerak. Super kuchmi yoki issiqlikni ko'rishmi? Yo'q, faqatgina uchish. Rostdanmi? Lekin sen Superman kabi kiyinib olgansan. Shunga yana nimadir bor deb o'ylagandim. Yo'q, faqat uchish. Hafsalangni pir qilganim uchun uzr. Hozir nega bu yerdasan? Sen daraxtdan tusha olmayapsan axir. Yo'q, men shunchaki shu yerda o'tiribman, xuddi qush kabi. Unda yaxshi. To'xta, super qush, bu menman, chumoli Lex Luthor. Faqat bu emas. Meni kuchimni tatib ko'rishga o'zing tayyorla. Senda qanday kuchlar bor? Men faqatgina chumoliga xos bo'lgan exoskelet yoki shunaqa narsani aytma. Xo'sh, bu qobiliyatlarimdan biri, lekin men o'zimdan 60 barobar og'ir narsani ko'tara olaman. Bu ham chumolga xos. Aslida chumollar 50 barobar og'irlikni ko'tara oladi. Yaxshi, sen odatdagidan biroz ko'proq ko'tara olasan. Aniqroq qilib aytganda 10 barobar oshiq. Aniqroq qilib aytganda kunjut urug'ichalikmi? Menimcha 3 ta kunjut urug'iga to'g'ri keladi. Bilasizlarmi yigitlar, men bu yerga tinchgina dam olish uchun kelganman. Shuning uchun boshqa daraxtga bora olasizlarmi? Yo'q deyishga asos yo'q. Qani ketdik, Lex. Kvant olamiga. Shoshma, menga portaloch olishingni aytmaganding. Ha, to'g'ri. Sen qila olmaysanmi? Yo'q, bu aql bovar qilmaydigan kuch. Men esa buni har qanday qush qila oladi deb o'ylardim. Mayli, ko'rishguncha.